Mikrokredit bank taqdim etadi. She'r ko'ngildan qadahga to'kilgan tuyg'ular mayi, yurakning qog'ozdagi aksi. Ushbu mo'jaz she'riy kitobda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Fozil Farhod yurak og'riqlarini, o'zini qiynayotgan fikrlarni, ajoyib taassurot, savol va mulohazalarini she'rga soladi. Shu kungacha kitobxonlar uchun Maktub va Ko'klam kuyi nomli nasriy, Bolalik ertagim nomli badiiy publitsistik kitoblari orqali Nosir, publitsist sifatida tanilgan Fozil Farhodning nazmiy debyuti o'ylaymizki, sizlarga manzur bo'ladi. Aziz kitobxon, bu kitobda yurt, mehribon ota-ona, do'stu birodar, shirin farzand, muqaddas ayolga bag'ishlovlar bor. Shoir she'rlarida urushni qoralaydi, ochunda tinchlik bo'lishini orzu qiladi. Muhabbat, mehr va sadoqat kabi fazilatlarni kuylaydi. Mikrokredit bank homiyligida Ijod nashriyoti tomonidan chop etilgan Avtoportret kitobini albatta o'qing. Unda Fozil Farhod 2025-yil 3 oy davomida Koreya Respublikasining Kapado orolida yozgan she'rlari ham joy olgan. Kitobdan boshqa shoirlarning o'xshatishlari, ohanglarini qidirmang. Siz Avtoportretdan Fozil Farhod, uning aksi va qalbini izlang.